Avvalo Google Chrome'ni ishga tushirib olamiz. Brauzerni ochamiz va pedagog uz deb yozamiz. Enter tugmasini bosamiz. Mana bu oyna ochiladi. Pedagog platformasi. Bu yerdan biz kirish tugmasini tanlaymiz. Mana kirish tugmasi tanlashimiz kerak bo'ladi. Biz OneID orqali kirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak OneIDdagi login parolimizni bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga. Agar mabodo sizda OneIDdagi login parolingiz bilmasangiz yoki yo'q bo'lsa, login yoki parolni unutish degan tugma bor. Mana shu tugmani tanlab pasportingizdagi 14 talik raqamni kiritish va telefon raqamingizni kiritish kerak bo'ladi. Telefoningizga sizning login parolingiz SMS bo'lib keladi. Agar umuman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasi ham bor. Bu yerda tanlab siz foydalanish shartnomasiga rozilik bildirib, bu yerdan 14 talik raqamingizni kiritib va pasport serial raqamingizni telefoningizga kiritib SMS yuborish tugmasini tanlasangiz, sizning telefoningizga login parollar SMS bo'lib keladi. Mana bu yerda mana bu satr bularni to'ldirish kerak bo'ladi. Xo'p, men demak login parolim bor. Shuning uchun kirish tugmasini tanlayman. Mana kabinetimga kirdim. Bu yerdan mening ma'lumotlarim chiqib keldi. Ma'lumotlarim. Men yangi murojaat yuborishim uchun murojaatlar bo'limiga kiraman. Mana bu yerda tepada murojaatlar bo'limi bor. Murojaatlar bo'limiga kiraman. Mana bu yerdan murojaatlarim. Agar siz olgan sertifikatlar ham mana bu yerda mana yonboshda turibdi. Sertifikatlaringizni olishingiz mumkin yoki bu yerdan sizdan testlar, namunaviy testlarni ishlashingiz mumkin yoki ma'lumotlaringizni yangilashingiz mumkin bo'ladi. Tahrirlashingiz ham mumkin bo'ladi. Yoki diplom ma'lumotlari bo'limi bor. U yerga kirib diplom ma'lumotlaringizni ko'rishingiz, imtiyozlaringizni ko'rishingiz mumkin. Ish joyi haqidagi ma'lumotlaringizni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Men bu yerdan hozir bu yerdan murojaatlarim tugmasini tanlayman. Bu yerdan ilgari topshirilgan murojaatlarim turibdi. Mana barchasi. Men demak matematikaga topshirganman, informatika, matematika, kasbiy sertifikatga, informatikaga topshirganman. Informatikaga bir necha bor topshirganman va informatika bo'yicha yuqori natijalarga erishganman. 70% to'malarni ham olyapman. Endi yangi murojaat yuborish uchun murojaat yuborish tugmasi bor. Shuni tanlash kerak bo'lar ekan. Bu yerdan ilgari bu boshqacha edi, hozir o'zgargan. Bu yerdan ikkita oyna chiqadi. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan turni tanlaymiz. Yanvar, dekabr to'g'ridan to'g'ri toifa olish uchun buni tanlash kerak bo'ladi yoki yanvar, iyun oylari attestatsiyaga qatnashish uchun bu bo'limni tanlash kerak bo'ladi. Biz bu bo'limni tanlaymiz. Bizda imtiyozimiz bo'lmaganligi uchun to'g'ridan to'g'ri olishga biz birinchisini tanlaymiz va keyingi tugmani bosib tanlaymiz. Keyingi tugma mana bu yerda keyingi tugma bor. O'shani tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda bizga endi demak diplom kerakli diplomni tanlang deyapti. Diplom ma'lumotlarimizni yangilash kerak bo'ladi. Diplom ma'lumotlaringiz topilmadi. Iltimos diplom ma'lumotlaringizni quyidagi saytga yuklang deyilyapti. Xo'p, profil bo'limiga o'tamiz. Ma'lumotlarni yangilash tugmasini tanlaymiz. Muvaffaqiyatli shaxsiy ma'lumotlar muvaffaqiyatli yangilandi. Diplom ma'lumotlarim bo'limiga o'tamiz. Ma'lumotlarni yangilash bo'limini o'tamanda mana bu yerda mana tanladim. Bu yerdan esa ma'lumotlarni yangilash tugmasini tanlayman. Muvaffaqiyatli mana diplom
ko'rishimiz mumkin. Muvaffaqiyatli diplom yangilandi deb yozuv chiqdi. Bu yerdan esa mana ko'rishimiz mumkin. Haqiqatdan ham mening diplom ma'lumotlarim chiqib keldi. Termiz informatika bakalavr deb chiqdi. Imtiyozlar bo'limida imtiyozlarim bo'limiga o'tdim. Imtiyozlarim bo'limida mana menga berilgan imtiyozlar ham bor ekan. Mana 70% ustama iyun-yanvar oyida 2025-yilda oliy toifa va 70% olganman. Bu yerdan yuklab olish tugmasi yordamida demak sertifikatni yuklab olish ham mumkin ekan. Ish joyi ma'lumotlari bo'lishi shart emas. Xo'p, murojaatlarim bo'limini yana tanlayman. Murojaat yuborishni tanlayman va malaka toifasini tanlab, keyingi tugmani tanlayman. Mana endi ko'rishingiz mumkin, bu yerda malaka toifasi olishim uchun demak diplomim chiqib keldi. Termiz davlat universiteti informatika o'qitish metodikasi yo'nalishida tanlamlaganman, chiqib keldi. Bu yerdan demak tanlaymanda qayta tayyorlov diplomim agar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tanlab qayta tayyorlov diplomingizni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda diplomingizni kompyuterdan tanlab, open tugmasini tanlab yuklashingiz mumkin. Menda bunday qayta tayyorlov hozir shart emas. Keyingi tugmani bosish orqali keyingi oyoqqa o'tamiz. Tashkilot ma'lumotlarini kiritishim kerak bo'lar ekan. Bu yerdan demak hudud viloyat. Hududni tanlayman, viloyatim, tumanim tanlayman, ta'lim yo'nalishimni tanlayman. Ta'lim yo'nalishim umumta'lim muassasasi. Bu yerda boshqa yo'nalishlar bor, o'zingizga kerakli yo'nalish tanlashingiz mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasasi yoki umumta'lim maktabi yoki maktabdan tashqari ta'lim. Men umumta'lim maktabini tanlayman, muassasamni tanlayman. Muassasam mana qaysi muassasa menga kerak bo'lsa, o'shani tanlayman. 10-sonli umumta'lim maktabi yoki boshqa maktabda tashlasangiz, boshqa maktabni tanlaysiz. Keyingi tugmani tanlab attestatsiya ma'lumotlarini kiritishim kerak bo'ladi. Attestatsiya ma'lumotlari demak bu yerda men tanlashim kerak bo'ladi. Xo'p, informatika axborot texnologiyalari tilini tanlayman, o'zbek tili. Amaldagi toifa oliy toifa, bunga teginmayman. Va attestatsiya turi navbatdan tashqarini tanlayman. Siz vazir jamg'arma tuzilmasiga da'vogarlik qilish uchun tanlovda ishtirok etasizmi? Ha yoki yo'qni tanlashimiz kerak bo'ladi. Men ha'ni tanlayman. Sizda ko'rish yoki eshitish bilan bog'liq nogironlik mavjudmi? Yo'q. Demak, amaldagi sertifikat ma'lumotlari, sertifikat amal qilish davri hali 2030-yilgacha menda. Keyingi tugmani tanlab, demak ma'lumotlarim chiqib keldi. Bu yerdan diplom ma'lumotlarim, maktabim haqidagi ma'lumotlar va informatika tillar, demak da'vogarlik qilayotgan toifam oliy, mavsum 2026-yil yanvar-iyun oyi sertifikat raqamlarim chiqib keldi. Yuborish tugmasini bosish orqali men buni yuborishim mumkin. Xo'p, mana bu yerda mana muvaffaqiyatli yuborildi. Endi esa demak bu yerda yuborgan ma'lumotlarim mana ko'rinib turibdi. Demak, to'lov jarayonida turibdi. Bu yerda men qayta ko'rishim mumkin. Batafsil tugmani bosish orqali. Mana demak ustiga bosadigan bo'lsam ma'lumotlarim ochiladi. Xo'p. To'lov jarayonida men bu yerdan bekor qilish tugmasini tanlashim mumkin. Xo'p, to'lov ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. To'lov ma'lumotlarim bu yerda menda hozir 370 ming so'm chiqdi. Demak 370 ming so'm mana bu JSR raqam orqali to'lov qilishim mumkin. Bu JSRda xohlagan to'lov ilovasi orqali demak siz to'lashingiz mumkin. Kiritsangiz bu yerda 370 ming so'm pulni o'zi avtomatik chiqarib beradi. To'lab attestatsiyada qatnashish mumkin bo'ladi. To'lov kvitansiyasini yuklab olish bo'limi bor ekan. Bu yerda kvitansiyani yuklab olsak, mana bu yerda demak ma'lumot to'lov kvitansiyamiz chiqib keldi. So'rovnomani yuklab olish kerak bo'ladi. Hozir mana so'rovnoma ishlamayapti. Demak, so'rovnomani yuklab qo'ysangiz, demak siz topshirganingiz haqidagi ma'lumotnoma so'ralsa, demak topshirganingiz haqida ma'lumotnoma bo'ladi. Bu odatda shart emas.
Xo'p, agar bekor qilmoqchi bo'lsa, tahrirlash kerak bo'ladigan bo'lsa, biron nima xato yuborilgan bo'lsa, bu yerga yana qaytadan kirib, siz tahrirlashingiz mumkin bo'ladi. Yo'nalishlarni tanlashingiz yoki diplom ma'lumotlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, demak shuni o'zgartirsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotga kirib, yana agar murojaatni bekor qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bekor qilishni tanlab, tasdiqlash tugmasini tanlaymiz. Mana murojaat bekor bo'ldi. Murojaatlarim bo'limiga kirsam, mana men yuborgan yangi murojaat yo'q. Murojaatlar yo'q qoldi. Shu tariqa siz demak topshirishingiz mumkin. Apellyatsiya berish jarayonida, demak apellyatsiya berish vaqtida apellyatsiya berish mumkin. Apellyatsiya yuborish tugmasi bor bu yerda. Apellyatsiyani tanlab, bu yerda ma'lumot topilmadi, hozircha chiqmaydi. Imtihondan keyin topshirsa bo'ladi. Testlar bo'limi bor. Bu yerda testlar bo'limiga kirib, siz namunaviy testlar ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Demak, siz faningizni tanlab, qaysi fanlardan bo'lsa, shu attestatsiyaga tushgan testlar bu yerda aytilgandi, 2024-yilda tushgan testlar qo'yilgandi degandi. Bu ham pullik bo'libdi, hozir pulli ekan, 20 ming so'mdan to'lov bor ekan. 2024-yilgi kuzgi mavsumdagi testlar bor ekan. Va bahorgi mavsumdagi testlar ham bor ekan. Bu bahorgi mavsumdagi testlarni 10 ming so'm deyapti. Mana bu yerdan kerakli testni tanlab o'zingiz sotib olib bu yerda ishlashingiz mumkin bo'lar ekan. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan demak videoyim shu edi. Demak shu yerda siz tizim orqali topshirishingiz mumkin va topshirib bo'lgandan so'ng sertifikatlarim bo'limiga o'tadigan bo'lsak, demak mana informatika va matematika. Matematikadan umrbodga berilgan mutaxassis toifani olganman. Informatikadan esa oliy toifani olganman. Bu yerdan chiqish tugmasini bosib, demak ma'lumotlarni topshirib bo'lgandan so'ng chiqib ketishingiz mumkin yoki murojaatlarim bo'limida siz topshirganingizdan keyin murojaatlaringiz qabul qilindi yoki qabul qilinmadi kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Mana buni bitta tanlasam, demak murojaatim hozircha bekor qilingan. Chiqish tugmasini tanlayman-da, tasdiqlash tugmasini bosib chiqib ketaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lsa, like tugmasi va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolaman.